Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi televiziya ilanı, televiziya programması, televiziya teatrı, mikrofilmlerini işleş, şundaqla çoğun küçük murasimlarını planlaş ve ötküzüş. Şirketlerin teşviqat planını tüzüş ve LED ekranını icara veriş qatarlıq türler bilen şoğullanıdı. Eğer yukarı türlerge ihtiyacınız bolsa, Kamera Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi sizin en yaxşı tanlışınız bo'lalaydı. Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi. Yaxshimi? Voy! Appak qarda o't qaşdek bo'lib, oyda bir kelgansiz siz. Voy! Olamsiz, ammamsiz. Voy sizlarni kimni olaman? Bulana tez. Voy! Pul mi değil? Ma'qula. Oyda bir ko'rishamdi. Voy! Gulginaz tabiiy sappaxtiliq pasliq qog'ozi. Fuka, O, muş çaşını asıraydıgan, başlık kipekini yoqtıdığan, başının terisini asıraydıgan yaxşıрақ mahsulatınız birini tavsiye qılmamsa. mush sizga o'xshash chashning dardini tortayotganlarning hammasi mush estrinili tavsiya qilyaptim hozir. Nima daça Fukma? Muş papa issiqda chapanni astirini beshinga o'rab ya demakchimisan? Yo'q. Demakchi uni meliq chashqa foydali tarkiblar qo'shilgan estir chash suyi suyuqligi deyman. Estir chash suyi suyuqligi kipakni yo'qitib, chash tushishning oldini oladi. Chashni jallandirdi. İşletgandan keyin unumi haqiqatan qaltiskan deysiz. Chechinizdan ansirishingizning hech qanday hojati yo'q. Estirni esingiz uchun saqlang. Voy, nim bo'ldi? Voycan, qachon o'qitlaman shu mashqa o'tqalashdin. Hey, oldin qitimma bizning qo'shnilar ko'mir qalab isab qo'yg'il tasliq qaptiga. Shuningdan beri ansirab yuratim. Men sho'xlarning sanshin markalik asmashlar chiqibdiga, ham uyit qo'g'daydiga, ham aptiga, ham shunda issiq turdiga. Shu birini apti keldim sen japatatib ketdi deb. Uning ustiga voy, ey chiroyli nima ketsalan. Chiroylamani esitaylar. Bu balını bir yer kögende kılamsız. Toğra. Baş personajımızın ismi Azmat Böcen. Bugün alohida kun bulup, Azmat Böcen 8 yıldan beri keltiremey, keyindin paypitek bulup yürgen Elfira Cayan bilen 5840. qitim görüşmekçi. 8 yıl 2920 gün. Künüde bir qitim görüştü degen takdirdimu, qitim sanını hata hesaplapsız demem. Çünkü ben onun düşüdü körüşkünümü hesapladım. Yeniden kompüterini ayırma yürgünü qarab, ixtisaslık yoki aqlliq balakan demem. Çünkü o bayı degan tuyg'usining ras yolg'onligini kompüterdan tekshirib biladi. Kompüterlik viruslangan bo'lib, tuyg'usi doim xato chiqadi. Yanala o'zimizning gapga kelsak, mana Elfira Chayanmi keldi. Azmat haqiqatan Böcendek yo'vash bola. U doim to'shqanmi ochiq gaz tishlaydi degan gapni ig'izdan tushamizmi, bir haqiqatim dodil bo'lib boqmagan. Bugun u haqiqatga qaytmoqchi. To'g'risi, Elfiraga dodillik bilan eng oxirgi qitim ko'ngil izhor qilmoqchi. Mening ismim Azmat Böcen. Elfira taxallusiga loyiq nashrini sajmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, yanala bo'ldi qildi. Chunki taxallusi chayon bo'g'ini bilan hayvondek mijoz bo'lib qilishdan xijil bo'ladi-da. Eng muhimi Elfira Chayon uchun eski matoning tegida qolgan nadiki ko'ni gaplarni qilganning o'rniga o'g'illarning gul, atir, oltin, pul degandek narsalarni sovg'a qilib, nima desa ma'qul bo'lganiga cheksiz ishonatdi. Bu mening tunji uchirish so'g'imizning o'rnida. Nimancha varibsiz? Hamda tunji uchrashgan ekan. Oltin üzük xotanning lobnayisiga agent orqali qo'lga keltirgan ativolik buyumi. Elfira haqiqatan qimmatbaho ekan deyishning o'rni yo'q. Chunki Azmat 3 tuyoq sutlik inak, 10 tuyoq qo'y, to'la tug'ib qonlari ko'kirib ketgan 8 mekinni setib, oldingi muhabbatiga so'q qilgan so'g'isi edi. Yo'q. Monda önələrimi dana Böcen. Yo'q. Uning degini to'g'ri. Men xatolashibdiman. Dedim-ku, men siz uchun hech kimga tanqimayman jinim. Xato tushunib qolmang.
Rastın degende burunqi ayoldan ajrashib, qaytirib olgan uzuk edi. Yo'q, unda emas. Nima? Oshqon toshqon baratazni deb biletdim sen chiqib turdi. Mushunda qilganlikni. Mening asli maqsadim bo'lsa qara. Mushundaq maydasida tukuba erning asli maqsadi bo'lsa, yap qachar qizlar ko'p uchrab ketgachga, burunqi siz uchun xajlagan pullarni qaytirib bergan demakchi. İşte acayipsin. Yo'q, unda emas, bu siz xato tushunib qoldingiz. Bu Naynaqshib o'tirgacha pulni qaytirib berib yo'qolsgan demakchi. yo'q, unda emas. Sen şu burun kalemi nesni hoş pulga hesaplab. Toma. Yo'q. Tut. Qarganda qilgan chaqchig'im eshib ketdimi nima? Oy, u udul men taraf qarab kelyapti. Chataq bo'ldi. Men chaqchaq qildim. Adash, men chaqchaq qildim. Üç, ikki, başlandı. Men ismim Azmat Boyjan degan edim. Qarg'anda chaqchig'im ishga ketdimi nima? U men taraf qarab kelyapti. Adash, chaqchaq, men chaqchaq qilib qo'ygan. Adash. Bo'l. Okey. 3, 2, başlandı. İsmim Azmat Boyjan. Hoppa. Hey. Oshqon toshqon baratazni deb Hattoga xato deganmikin bir xapo bo'lishim bor to'g'ri emish bu yerda.